Obunachilar, men bunaqa telefonlarni faqat Xitoydan ishlab chiqarilardi, o'zimizda ishlab chiqarilardi deb o'ylamagan edim. Alisher akamizni oldiga keldik. Namanganda shunaqa katta zavod qilgan ekan, tifal ishlab chiqarar ekan, barcha viloyatga yetkazib berish xizmatlarini yo'lga qo'yibdi, optim narxlarda. Hozir akamiz bilan birma-bir tushuntirib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxiga ham, hamma narsasini, sifatlarini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Yoqqan bo'lsa like deb bosib qo'yinglar. Shunaqa tadbirkorlikka qiziqadigan akalarga shu videoni yuborib qo'yinglar. Ajoyib, mana tifallari sifati ham ancha yaxshi ekan. Mana men faqat Xitoydan ishlab chiqariladi bunaqa narsalar deb o'ylagan edim. Aka, qancha bo'ldi bu brendni yaratganingizga? Bu brendni patentlab ish boshlaganimizga xudo xolasa yaqinda 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi. 2025-yil yanvar oyidan ishni boshlaganmiz. Xudo xolasa asta-sekinlik bilan yurgizib turibmiz. Zo'r, lekin qoyil aka, bu ideya sizga qanday kelib qoldi aka? Biz o'zimiz elektronika sohasida bo'lganligimiz uchun asta-asta, etapma-etap, bosqichma-bosqich deydimi, sekin-sekin o'tib borganmiz. Mana shu elektr choynaklar hammasi o'ylab qarasak, bir o'rganib chiqsak, faqat Xitoydan import qilinar ekan. O'shani o'zimizda ishlab chiqarib, o'zimiz eksport qilishni yo'lga qo'yishni niyat qilib, asta-asta harakat qilib shunga yetib keldik. Qoyil qoldik aka. Mana o'zimizda ham shunaqa narsalar ishlab chiqarib, foydalansa bo'lar ekan. Akamiz shunaqa brend yaratibdi. Ishlariga omad tilab qolamiz. Shunaqa tadbirkorlikka qiziqqan akalar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilinglar. Yetkazib berishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Dillerligini olganinglardan keyin eng qiziq tarafi, dillerlikni olganinglardan keyin siz misol uchun Andijon viloyatida olsangiz, shuni sotib oladigan bo'lsangiz, sizni brendingizni boshqasiga bermaydi. Siz optim narxda olib borib, xohlasangiz donaga sotasiz, xohlasangiz optim narxda sotuvchilarga bemalol sotib yetkazib bersangiz bo'ladi. Hozir birma-bir akamiz bilan zavodni tanishtirib boramiz. Kelib bemalol ko'rib o'zingizlar sotib olsanglar bo'laveradi. Bu nimalar endi siz hozir bunga men tushunmadim, mo'ra deb o'ylayapman. Bu nimalar bu aka? Hozir Sanatbek aka, biz hozir asosan elektr choynagimizni ichki qismini ishlab chiqarish bo'limida turibmiz. Asosan bizga mana shu elektr choynagimizni ichki tunuka qismini Xitoydan truba ko'rinishida uzun holatda keladi. Buni import qilamiz. Import tovar hisoblanadi. Buni biz qayta ishlaymiz. Qayta ishlab, mana birinchi dastgohimizda bo'lib chiqamiz. Bu dastgohda bo'lib chiqiladi. Bo'lib chiqib, ortiqcha joylarni olib, tekislab, mana bu holatga keltiramiz. Mana bunday tekis holatga keltiramiz. Ortiqcha joyi qolmaydi. Bu dastgohimizda shunaqa tekis holatga keltiramiz. Bu tifalni ichiga qo'yiladigan narsa. Tifalni ichiga qo'yiladigan narsa hisoblanadi bu. Endi aka, sifati qanaqa bo'ladi bu tifallarning? Bu tifallarimiz sifatiga xudo xolasa 6 oydan 1 yilgacha kafolat beramiz. Mabodoga muammo bo'ladigan bo'lsa, qaysi dillerствомizdan, qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar olingan joylariga olib borsa, biz uni kafolat muddatida qaytarib yangisiga almashtirib beramiz. Almashtirib beramiz. Qo'yilgan ekan. Bu bizning tifallarimizda ko'p afzallik taraflari bor. Uni etapma-etap bosqichma-bosqich hammasini tushuntirib o'taman. Sizdan dillerlikni sotib olgandan keyin yetkazib berishda qaysidir, misol uchun Xorazm viloyatidan sizdan sotib olgan bo'lsa, yetkazib berishda muammo bo'lmaydimi? Yetkazib berishda umuman muammo bo'lmaydi. Logistikasimi, boshqasimi, dokumentimi hech qanday bizda muammo bo'lishi mumkin emas. Skladimizda, omborimizda tifallarimiz yetarli. Yetkazib berasiz. Muammo yo'q. Qancha bo'lsa. Qancha bo'lsa yetkazib beramiz. Bo'lmasam aka, yana bir chekkadan skladlarda ham o'tib ko'ramiz aka, bo'lmasam bu dastgohlaringizni ham tanishib bordik endi. Bu dastgohimizda xuddi mana bu tayyor bo'lgan anaqamizni, tunkamizni ikki tomonini qayirib, mashq holatga keltirib beradi. Bu tayyorlab beradi. Tayyorlab beradi, Zo'r narsa ekan, mustahkam. Mustahkam bo'ladi-da, krishani yaxshi qochishiga yordam beradi. Bo'lmasam aka, bitta keyingi etapga ham o'taylik, bo'lmasam. Mayli. Qayerda yig'ilishlarni ham bitta ko'rib boramiz. Keling aka. Bismillah. Juda ham katta narsalar qo'yib yuborsiz. Nimalar aka, bitta tanishtirib borasizmi endi? Aka, bu zavodimizning bu qismi asosan tifalimizda, elektr choynagimizda plastik jihozlarni ishlab chiqarish sex hisoblanadi. Korpuslarni plastikdan. Korpuslarni ham o'zingizlar ishlab o'zimiz chiqaramiz, hammasini noldan ishlab chiqariladi. Xuddi shunday seriallardan ishlab chiqariladi. Like bosib qo'yinglar. Zo'r aka, lekin. Endi hozir ish vaqtimiz tugaganligi sababli ishlab chiqarish jarayonini ko'rsata olmayapmiz. Lekin o'zimizda mana shu noldan, mana shu plastik jihozlarni o'zimizda ishlab chiqariladi. Xo'p, bu apparatimizda asosan plastik jihozi elektr choynagimizda pastki qismi bilan qopqoq qismi ishlab chiqariladi bu apparatimizda. Xuddi mana shunday sifati oliy darajadagi granula seriallardan ishlab chiqariladi. Bu aka nima bu endi? Plastikmi bu? Mana shuni eritib,
xuddi mana shu pastki qismi, tifalimizni pastki qismi, ustki qismi qopqoqlari ishlab chiqariladi shundan. Sifat darajasi ham yuqori ekan. Eng yuqori sortdagi granullar hisoblanadi. Qoyil. Zo'r ekan. Bemalol kelib dillerini sotib oling, tezroq. Joylar juda ham kam qolgan ekan. Ancha viloyatlarga qarang mana. Berish bo'pti уже dillerligini. Shuning uchun telefon qilib, Alisher akam bilan gaplashib sotib olsanglar, normalniy pulni qilsanglar bo'lar ekan. Bu ikkinchi dastgohimizda elektr cho'ynagimizni korpus qismi, mana shunday qismi ishlab chiqariladi. Ha, yig'iladi Mana shu bu yerga. yo'q, yig'ilmaydi. Ha. Bu o'zi Tayyorlab. tayyorlab, eritib, quyib, tayyor mashq holatda chiqarib beradi. Ha, dizaynini qilib, hamma yo'g'ini qilib berar ekan, mana chiziqlarigacha. Mana shunda ozginagina bizda mana defekt deymiz. Defekt qanday desak bo'ladi? Aybi, nuqsonli chiqib qoladigan holatda, xuddi shu holatda maydalab ishlab chiqarishga berilmaydi, maydalab Ha, sifatga utilizatsiyaga chiqaramiz. Sifatga ham ancha e'tibor berasizlar. Mana shular ham xuddi brak holatda chiqqan. Ha, brak bo'lib qolgan mahsulotni уже возврат qilinadi. Srazi qayta ishlashga beriladi. Obunachilar ko'ryapsizlar, уже brak bo'lgan narsalar srazi bu yoqqa chiqib ketadi. Hamma yo'g'i halollik, sifati ham zo'r. Men o'zim ko'rdim. Sizlar ham kelib ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi apparatlar nima endi Alisher aka? Xo'p, bu qolganlar davomi. Bunda ham xuddi seriyomizda hozir oq rangini ishlab hozir elektr cho'ynak korpusimizni oq rangini ishlab chiqaramiz. Chiqarish jarayonida to'g'rirog'i. Tifallarimiz necha xil rang bor aka? Hozirda bizda 4 xil rangda ishlab chiqaryapmiz. Mana granulamizning holati ham, sifati ham javob beradi. Qattiqligi ham, hop, egiluvchanligi hammasi o'sha standartga javob beradigan, normaga javob beradigan holatda olinadi. Bu endi aka boshqa misol uchun Xitoydan kelgandan ko'ra sizdagi tifallar ancha arzon tushsa kerak menimcha. Arzon, sifatiga ham xudo xolasa kafolat beramiz. Ishlashiga hamma nima deydi? Hamma qismlarini ishlash, o'z faoliyatini yaxshi ishlashiga biz javob beramiz. Zo'r aka. Bu tifallarning asosiy haligi yaxshi tarafi gazni yoqib 5 minut, 10 minut kutib o'tirmaysiz. Qancha muddat oyda shunaqa qaynatib zo'r qilib beradi. Endi aka O'zbekistonimizda har xil hududlarda, har joylarda ishlatishadi. Bir xil joyda tokda напряженияsi past bo'lishi mumkin, bir xil joyda baland bo'lishi mumkin. O'shanga qarab turib 3 minutdan 6 minutgacha qaynatib beradi. Ha, tok past bo'lsa, lekin uzayadi. Tok 220 chiqarib beradigan bo'lsa, 220 volt chiqarib beradigan bo'lsa, 3 minut ekan. 3 minut. Eng asosiy buni plus tarafi bizni ishlab chiqarayotgan tifallarimiz plus tarafi o'zidan har xil hid, baland ovoz chiqarmaydi. Spirallari ham, tagidagi ishlash spirallari ham juda aqlli ishlangan. Aqlli ishlangan, nimagaki suv quymasangiz ishlamaydi. Faqat ichida suv bo'lgandagina ishlaydi. Suv quymasangiz o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Ha, uje kuyib ketmaydi. Yo'q, suv bo'lmasa uje o'chadi. O'chadi. Ovozi bir xil boshqa anaqalarga elektr cho'ynaklarga nisbatan ovozi yo'q. Ovozi yo'q desak ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib o'zimizda Namanganda ishlab chiqariladigan ajoyib katta zavodda turibmiz. Bu yerda tifaldan boshqa narsalar ham ishlab chiqariladi. Kelib ko'rishingiz mumkin. Buni отдельный bitta video qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Bu dastgohimiz nima aka? Bu yerda aka elektr cho'ynagimizni knopkalari, mayda detallar ishlab chiqariladi. O'chirib yoqish, kulchatorlari, dastaklari, yana pastiga qo'yiladigan anaqa lampaning yonidagi oynaklari ishlab chiqariladi bu apparatimizda. 90% narsa o'zingizda ishlab chiqariladi. 90% o'zimizda ishlab chiqariladi. Shuning uchun o'zimizda ishlab chiqarilgani uchun narxi ham ancha arzon ekan. Narxlari ham juda qulay. Bizda keyin doimiy mijozlarimizga qo'shimcha bonuslar qilib boramiz. Endi aka bularni ishlab chiqardingiz. Endi oxirgi etapimiz qayerda yig'iladi endi bu mahsulotlarimiz? Yig'uv seximiz bor. Sizlarni o'sha yerga taklif qilaman, shu yerda bitta ko'ramiz. Mana aka keling. Bu oxirgi etapimiz bo'lsa kerak. Yig'uv seximiz, yig'uvdan bashi hamma tayyor bo'lgan mahsulotlar. Mana shu joyda ayollarimiz, ishchilarimiz ikki tomonga o'tirishadi, liniya yurib turadi. Liniya yurib turadi, yig'ib boradi. Har bitta etapdan o'tib, oxiriga borib tayyor bo'lib, upakovka bo'lib chiqib ketadi. 24 ta bosqichdan keyin bizning tifalimiz tayyor bo'ladi. 24 bosqichdan keyin. Aka, bu zavodimizda umumiy ish o'rni qancha ish o'rnini band qilgansiz? Hozir bizda asosan ish o'rinlari 60 tadan 70 tagacha
ayollarimiz, erkaklarimiz xizmat ko'rsatishadi. Asosan og'ir ishlarda erkaklar ishlatamiz. Bu tomonlarga ayollar, yengil ishlarga, yengil ishlarga juda ham zo'r. 70 ta odamni mana akamiz tadbirkorlik bilan ishli qilibdi. Malades mana. Bu aka menimcha razvedkaga qo'yiladigan joylar ekan, bu aka. Bu spiral mahkamlanadi. Spiraldan keyin mana buyamiz. Undan keyin korpus qo'yiladi. Korpus qo'yilgandan keyin navbat o'tib oxirida tayyor mahsulot. Bu materiallarimiz ham ancha sifatliga o'xshayapti menimcha aka. Sifat darajasiga ham garantiya berasiz, to'g'rimi? Garantiya beramiz sifatiga. O'zimizda ishlab chiqarilar ekan 100% bemalol akaga kelib murojaat qilsanglar, dilerini sotib olib maza qilib foyda qilasizlar, xudo xolasa. Ma'lumot o'rnida shu gapni ham aytib ketishimiz kerak. Biz ishlab chiqarishimiz mobaynida 2025-yil yanvar oyida ishni boshlagan bo'lsak, turli xil viloyatlarga dilerstvamizni berdik. Taklif qilib qolamiz hamkorlarimizni. O'sha bo'sh hali dilerstvamizni bermagan viloyatlarga kelishuv asosida dilerlikni berishimiz mumkin. Yana yaxshi tarafi bitta joydan olgan odam keyin misol uchun yana misol kelsa unga berilmaydiganda. Masalan, siz aytganingizdek Xorazm yoki Samarqand bo'ladigan bo'lsa, ularga bitta shu viloyat bo'yicha bir kishiga berdikmi? Boshqa o'sha viloyatdan boshqa odamga berilmaydi. Raqobat bo'la olmaydi ekan. Raqobat bo'la olmaydi. Narxlar sun'iy ravishda o'sib ketmaydi. Keyin nima deydi? O'sha viloyat bo'yicha bitta tarqatuvchi markaz qilamizda, xudo xolasa O'zbekistonni polni har bitta burchagiga tifalni yetkazish niyatimiz bor. Zo'r tarafi shu ekan. Misol uchun bu foydani o'ylab unga yoki bunga berib tifallarni savdoyizni sindirish emas. Maqsad narxni ham ushlab borish, keyin eng yaxshi tarafi o'zingiz bemalol sotsangiz bo'laverar ekan. Misol optim narxda sizdan olib ketib, optim narxda savdogarlarga bersa bo'laverar ekan. Albatta. Shu taraflari zo'r ekan-da aka. Sizda muammo bo'lmaydi yetkazib berishda? Yetkazib berishda ertaga sezonga kirgandan keyin tugab qoldi, yetkaza olmayapsiz. Unaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Skladda уже tayyor. Keragicha skladimizda zaxiramiz bor. Ishlab chiqarishimizni yetkazib beramiz. Kunlik ishlab chiqarish hajmimiz ham bu talablarga bemalol javob beradi. Endi aka hozir bu yerda qatirib hamma yoqda joylab bo'lgandan keyin upakovka qilib skladga joylanadi bu narsalar. Upakovka oxirgi etapimizda shu korobkaga, katta korobkaga joylanadi. Oxirgi etapimizda mahsulot yetib boradi o'zi. Lenta orqali yetib boradi. Mana bu tagli qismlari bular. Lenta orqali yetib borgandan keyin mana salofanga solinadi. Salofanga solib, Uje bu tayyor holat ekanda, aka. upakovka qilib mana. Korobkalari ham tayyor bo'lib. Keling mana. Obunachilar o'zingizlar bitta ko'rishingiz mumkin sifat darajasini mana. Ajoyib, juda ham ixchamgina ishlangan. Bu tefallarimiz, elektr choynaklarimiz mana Revola brendiga tegishli. O'zingizlar dilerini sotib olib, bemalol foydalanib yurgizsanglar bo'laverar ekan. Mana korobkalariga ham e'tibor bersanglar bo'ladi. Sifati juda ham mana ajoyib. O'zimizni Namanganda ishlab chiqariladigan mahsulotimiz. Korobkasi bu. Katta korobkaga joylanadi. Bunga nechta sig'ar aka? 12 ta sig'adi bunga. Shunday korobkalarda yetib boradi. Shunday korobkalarda yetib boradi. Sinib qolmaslik, yetib borish. Choynagimizda ranglarini ilova qilib ketganmiz. Bu yerda ichida qanaqa rangdagi choynagimiz bo'lsa belgilab qo'yadi. Qizil bo'lsa, bu yerga belgilab qo'yadi, oq bo'lsa belgilab. Hozir juda 4 xil rang bor ekanda. Hozircha 4 xil rangimiz bor. Endi aka bitta skladga ham kirsak. Kelib olib ketaman degan akalarimizni bitta ishonchini qozonib, skladni ham ko'rib qo'yamiz. Aka, skladimiz ham juda ham katta ekan, aka. Bu skladimizda hozirda 100 mingga yaqin tifalimiz saqlanadi. Skladda bizda 3 ta bor. 100 mingdan skladda turadi-ni? Bunaqa skladdan 3 ta bor. Qolgan skladlarimiz to'la. Endi bu skladimizni to'ldirish jarayoni ketyapti. Mana obunachilar, yetkazib berishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Siz dilerlik sotib olganingizdan keyin ertaga tovar kelmay qolmay, boshqa narsalarda hech qanday muammo bo'lmaydi. Akamiz skladida tayyor turar ekan, bemalol hamma viloyatga yetkazib beradi akamiz. Ishlab chiqarishga beriladi. Hozir korobkada hammasida hozir hammasida tifal, elektr choynak. Qoyil. Kimga shunaqa tifallar, elektr choynaklar kerak bo'lsa,
optim narxlarda, juda ham arzon narxlarda, mana Xitoydan, boshqa joydan olib kelib o'tirmaysizlar, o'zlari yetkazib beradi. Namanganda ishlab chiqariladigan zavodda ko'ryapsizlar, mana 100 mingdan oshiq skladda tifanlar turibdi. Yetkazib berishda ham muammo bo'lmaydi, deyapti. Akam bemalol kelib, ko'rib, o'zinglar kelishib, shunaqa Revola brendini, dillerini sotib olsanglar, mazza qilib, mana foyda qilib sotsanglar bo'lar ekan. Alshir aka, rahmat. Sog' bo'ling aka. Shunday brend yaratib, o'zimizda mahsulot yaratganingizga sizga rahmat aka. Dillerlar kelib, sodingiz bundan ham zo'r bo'lsin aka. Kelgusida nimani tilab qolamiz? Bundan zo'r narsalarni o'zimizda ishlab chiqarishni tilab qolamiz aka. Ishlaringizga rivoj aka. Rahmat aka, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar, rahmat.